Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib 10 ta obunachidan 10 k obunachi yashashni o'rganamiz do'stlar. Videomizni boshlamasdan oldin videomizga like va kanalimizga obunalikni kutaman do'stlar va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani ketdik do'stlar. Do'stlar, birinchi maslahatim oddiygina auditoriyangizni qidirish. Do'stlar, birinchi nima qilasiz? Oldin bir video qo'yasiz. İkinci videongizni ham qo'yasiz. YouTube auditoriyangizni qidiradi. Siz qidirmaysiz. To'g'risini aytsam, nima demoqchiman, birinchi videoni qo'ysangiz, sizning auditoriyangizni topib oladi do'stlar. Ikkinchi videongizni auditoriyangizga yo'naltiradi o'sha videongizni do'stlar. Do'stlar, ikkinchi maslahatim oddiygina like bosishni so'rash do'stlar. Bu bilan ancha kanalingiz prosmotlarini ko'paytirib olishingiz mumkin. Bu Vegeta tomonidan ham tasdiqlangan do'stlar. Vegeta aytib o'tganki, men bir videomda like ni so'ramasdan video qilgandim, 300 like bo'ldi degan Vegeta va ikkinchi videomda like ni so'rab video qo'ydim. Unda 1000 ta like bo'ldi. U nima demoqchiman hozir, ko'proq like bo'lsa, prosmotlar ham ko'proq tushib ketadi do'stlar. Prosmotlaringiz buni albatta qo'llab qo'ying. Do'stlar, uchinchi maslahatimni aytmasam bo'ldi. Videomga like, kanalimga obunani so'rab qolaman do'stlar. Do'stlar, tayyorlab qo'ygan uchinchi maslahatim oddiygina tomoshabinlaringiz bilan muloqot qilish. Mana masalan, kommentariyaga yozib qoldiring. Siz qanaqa video xohlasangiz yozib qoldiring deb so'zlar bilan tomoshabinni gaplashish mumkin do'stlar. U bilan tomoshabinni qiziqtirish yoki boshqa narsalar bilan tomoshabinni ovuntirish mumkin do'stlar. Nima demoqchiman? Tomoshabinlaringiz bilan gaplashsangiz do'stlar, tomoshabinlar sizlardan ketmay qoladi do'stlar, sizlarga muxlis bo'ladi do'stlar. Keyin u tomoshabin har doimgi tomoshabin bo'ladi do'stlar. Bu sizga birinchi motivatsiyani beradi do'stlar. Albatta qo'llab ko'ring. Uchinchi maslahatimni ham